Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yechni shirinligini tayyorlaymiz. Buning uchun xona haroratida turgan margarinni un bilan uqalab olamiz va tuxum sarig'i 2 osh qoshiq qatiq yoki smetana solib xamir qorib olamiz va ikkita zuvalaga bo'lib muzxonaga tindirishga qo'yamiz. U tingunga qadar bezagini tayyorlab olamiz. Tuxum oqini yaxshilab ko'pirtiramiz. Idishimizdan tushmaydigan bo'lgandan keyin ozgina shakar solib yana ko'pirtirishda davom etamiz. Bezagimizni tayyorlab olganimizdan so'ng listimizga falga qog'oz yozib, ustidan qotgan xamirimizni qirishdan chiqazamiz. List to'latib, chiroyli qilib ustidan bezagini qo'yamiz. Xohlasanglar nachinkasiga yong'oq sosili ham bo'ladi, mazali chiqadi. Past olovda pishirib olamiz. Ikkala xamirimiz pishgandan so'ng ustidan krem surib, ikki qavatiga ham krem surib, xohishga qarab bezatib olamiz. Mazasi chiroyli zo'r chiqadi. Yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar.